Hey yo, hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Karol Gaming. Ushbu videomizda biz sizlar bilan birga klassik playerlardan Rivaldoni olamiz va mayda ko'rishlari mumkin. Vitinha bilan Valverdeni full qilamiz. Keyin mayda 2 dona agent bor, buni ham ochib ko'ramiz. Qani bo'lmasam sekin birinchi bo'lib Rivaldoni olib qo'yamiz. Ketdi. Kim ne bu? Klasik gapirsa bo'ladi to'g'ri desam. Akrobatika deb. This is a special moment for a special player. It's Rivaldo. 2002-yilgi kartasi. Joyi full bo'lsa kerak bu ham. Yaxshi. Endi biz bu ikkovini full qilib olaylik. Tirs sotib yuborsam aytdim. Keyingi videoda Rudiger bilan Militao bilan to'playdigan deb turibman Griezmann. Griezmann yo'qolib ketadi. Ronaldo yo'qolib ketadi. Yana 81 bo'lsa kerak. Yo, mashina qolib statistikasi tushishi mumkin-da. Birinchi full qilib qana bo'lsam fitness berishdan boshladik. Yaxshi. Yaxshi ketyapti hozircha. Ana yaxshi. Stress ham 61 qizildan chiqib oldi. Oy, Valverdega zo'r tushdi-yu. Yaxshi. Bo'laveradi. 3 tali beraylik-chi. O zo'r. Vitinha'ning tezlanishi Valverdeda tezligi full oldi. Vitinha tezlanishi nima keragi bor-ey? Yaxshi. Valverdening staminasi 100, accelerationi 90, stress ham 90 bo'lishi kerak edi. Yaxshi. Yaxshi zo'r ketyapti hozircha Valverde. Vitinha'ning lekin tezlanish o'ldi-da. Ashi minus oldi. 90 qolaveramigina bu. Yaxshi Vitinha. Bu ham zo'r. Staminaga 2 ta, strike 2 ta tushsa yaxshi bo'lardi. Bitta, 3 ta qoldi. Yana 2 ta qoldi. Bitta strike tushib bersa zo'r bo'lardi. O'ldi. Yaxshi bo'laveradi. Zo'r. 190. Ha, o'la. Stresi tamikni 80 bo'lish kerak edi. Chetaq beraylik, musrop bo'lmasamiz.
yaxshi tushdi Vitinyaga. Valverde'ga ham pastga tushish kerak edi. 93 92 82 82 87 87 82 80. Yaxshi. Vitinha AMF'da oynaydigan bo'lmayaptimi? Farq qolyapti. O'zi ham. Yaxshi-da. Hozir full bo'lib ketadi. Valverde full bo'ldi. Menimcha o'ynaversa kerak. Shot ham 90, kun ham 90 bo'lib qo'ygan zo'r bo'lardi. Tepasi zo'r bo'ldi. Screenshot olib qo'yamiz. Endi Vitinha bitta kun tushish kerak edi. Ha öyle kun musur oluyor. Vaydat. Kaşarı. Ben hiç umurumda birincisi. O da öylese var. Salat koyamız. Keyin Mbappe'de ham sotish kerak. Qanaqa bo'ldi endi bu? AMF'larda o'ynaydigan bu bolalar hozir Vitinha, Valverde yaxshi. Balans menimcha stara joyida tezlik 100, acceleration 90 plus, stara 90 bo'pti-da. Keyingi videoda kimni full qilaylik? Haligi keyingi yangilanishda ham bunday inobatga olib yozsanglar yaxshi bo'ladi. Masalan, Makka Griezmann, Mayga Lewandowski tushib ketadi. Yo'qolib ketadi Lewandowski, Griezmann ham yo'qolib ketadi. Ronaldo ham tushishi mumkin. Keyin Rodri ko'tariladi. Yana kim aytdi? Mayga Rudiger bilan Militao'ni olish kerak. Ashlar ham tushib ketadi. Endi agent otsak shuncha tushganiga Rodri tushib bersa zo'r bo'lardi. O'xshamadi. Ikkita gol olish kerak. Qani? Gyökeresmi? Mashina ham full qilib qo'yish kerak ekan, yangi ko'tariladi. Tepasidan 400 kattami Gyökeres. It's Victor Gyökeres. Tepasidan 400 chiqadi, pastga nechta oshib qoladi? 3 tayu 12 ta, 15 ta pastga bersa bo'lar ekan. Просто без taktika ketdi go. Voy Emiliano. Qaytib boshlayman. This
This is a special moment for a special player. The secret's out. He's signed for the team. Yaxshi. Yaxshi. Endi buni varata bu qani? Mana. Varatadi. Keyin bo'lmaydi. Maytda manovi. Perkampmaytda. Tarkibimiz ham zo'r bo'lib qoldi, ko'z tegmasin, suf. Ikki buni qo'yamiz. Уже bitta left winger, bitta KF, bitta LB, bitta himoyachi olsa, hammasi zo'r ketadi. Nima bo'lar ekan? Ko'z tegmasin. Buni qanaqa qilaylikni? Yozib qo'yasizlarmi kommentga? Yo balans qilish kerak, yo reaksiyani 100 qilsa anaqa bo'lib qoladi, misr bo'lib qoladi. Birga menga sizga deb o'tkazib yuboradi. Buni ham o'ylash kerak endi. Emiliano, Enzo. 2 ta Argentina, 3 ta Argentina. Niderlandiyami? Ishqilib. Braziliya, Italiya, Fransiya. Yaxshi. Video hoziroq joylanadi. Klanga qo'shilmoqchi bo'lsanglar, yozib qo'yaverasizlar. Qo'shib yuboraman. Bu pastdagilar вообще yotibdi. Endi chop yuboramiz. Mana 10 million qilib olishimiz kerak, xudo xolisa. Qani, hammalarga omad, sog' salomat bo'linglar. Bugun ham ajoyib video bo'ldi. Hammaga rahmat.